Azizlar, xudo xolasa, magazinimizda bor narsalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Iloji boricha aksiyalarimizni bir chekkadan tushuntirib beraman. Narx-navosi bilan aytaman. Kuzatib borasizlar. Xo'p, bu yerda transformerimiz, shkafimiz, komod, lulkamiz. Belanchimiz ham kattayadigan holatda, ham spannilarga ulasizlar bo'lardi, ham balonchigi bor, ham tebranadigan holatda. Bunimizda nabor 5.900 ming so'm, uchalasi ichidagi pashonasi, bortiga, o'ramasi, 3 ta bolishchasi bilan qo'shimcha bo'ladi. Undan tashqari MDFligimizga keladigan bo'lsak, bunimiz lulka, tumbichka, tag kravat bo'ladi, shkaf bilan 4 ta narsa, ichida bortik pashonalari bilan 3,5 million so'm sotganmiz, 3.200 ming so'm aksiyada bunimiz. Bunimiz 100% maloshli, bunimiz maloshliga mebelni kombinatsiya bo'lgan. Bunimizdan xuddi shu tumbichkasi, lulkasi, tag kravat bo'ladi, shkaf 4 ta narsa. Undan tashqari aytgan narximiz ichiga to'shaklari, pashonalari ham kiradi. Xo'p, bularning high-tech uslubda bo'lgan, 3 xil rasvetkasi bor. Cappuccinoga maloshli kombinatsiya bo'lgan, mebelniga maloshli, 100% maloshli holatda. Bunimizdan xuddi shu ko'rinishda lulka, tumbichka, tag kravat bo'ladi, shkaf 4 ta narsa, ichida nabolar bilan 5 desak ham bo'laveradi, pashonalari ham qo'shimcha. Bularimiz 3 millionliklarimiz 2 million 500 ming so'm aksiyaga tushgan. Undan tashqari mashinalarimiz bor, mashinachamizni bunimiz BMW holatda ko'rinishda, bunimiz Bugatti ko'rinishda. Bularimizni diskalari ko'rinib turadigan holatda bo'ladi. Bunimizni narxi 2 million 400 ming so'm qilib beramiz. Bunimizni 2 million so'm qilib beramiz. Andijon shahar ichiga aytgan narsalarimiz dastavkasi ichida bo'ladi, Andijon shahar ichiga. Xo'p, undan tashqari gumbaz fasonimiz bilan uychaligimiz bor. Bunimiz komplet holatda Purjinka matraslar bilan 3 million 600 ming so'm sotilgan. Hozirda 3 million so'm aksiyaga tushgan bularimiz. Purjinka matraslar qo'shib beriladi. Bunaqangi oddiy matras bilan bo'ladigan bo'lsa 2 million 700 ming so'm komplet holatda. Shkafimizga keladigan bo'lsa 1,5 million so'm. Kravatimiz oddiy to'shagi bilan 1 million 200 ming so'm, Purjinka matrasi bilan 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Manzilimiz O'zbekiston, Andijonda joylashgan. Pastda nomerlar qoldirganmiz. Ma'lumot uchun aloqaga chiqa olasizlar. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Faqat aytilgan narxlarimiz mebelni narxi, dastavka puli masofaga qarab qo'shiladi xohlasa. Aytganimizdek pastda nomerlar qoldirganmiz. Yana to'liq ma'lumot uchun aloqaga chiqinglar.